2 qo'shilgan 2 barobar 5. Hamma daftarni ochsin, yozamiz. Nima hayron bo'lyapsizlar? 2 qo'shilgan 2 barobar 5. Hayron qoladigan joyi yo'q. Daftarga yozamiz. Lekin ustoz, 2 qo'shilgan 2 5 emas, 4 bo'ladi-ku. Senga gapirishga kim ruxsat berdi? 2 qo'shilgan 2 nechi bo'ladi? 5. 2 qo'shilgan 2 nechi bo'ladi? Ustoz 5. 2 qo'shilgan 2 nechi bo'lar ekan? 5. Eshitdingmi aqlli chex doskaga? Eshitdingmi? 2 qo'shilgan 2 nechi bo'lar ekan? 4 ustoz. Qanaqasiga 4 bo'ladi? Mana 2 qo'shilgan 2 barobar 5, hamma 5 deyapti. Sen qanaqasiga 4 chiqaryapsan? Axir 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi-ku. Aqlli mana qo'ydi. Mana bu kishi maktabimizdagi eng oliy toifali matematik bo'ladi. Ustoz, mana bu yigitning aytishi bo'yicha 2 ga 2 ni qo'shsak 4 bo'larmish. 2 ga 2 ni qo'shsak nechi bo'ladi, ustoz? 2 ga 2 ni qo'shsak 5 bo'ladi. Ana, ko'rdingmi? Shu ustozdan ham yaxshi bilasanmi? Mana ruchka. 2 ga 2 ni qo'shsak nechi bo'ladi? Yoz. Bir narsani unutma. Hech qachon o'zing to'g'ri deb bilgan fikrni aytishdan qo'rqma. Atrofingdagi insonlar, hattoki jamiyatdagi insonlar senga qarshi chiqishlari mumkin, lekin sen o'zing to'g'ri deb bilgan yo'ldan hech qachon qaytma. Hattoki men nohaq bo'lgan taqdirimda ham meni hurmatim uchun bu narsani haq deb o'zingga qabul qilma. Xo'sh, 2 ga 2 ni qo'shsak nechi bo'ladi?